Okalar 721 Motorsda original AMG официальный rastamojenniy 5.5 biturbo motor bilan jihozlangan mashinamizda sotuvga kelgan. Bu motordan O'zbekistonda juda ham kam ofitsialnisi, ko'p qayta jihoz mashinalar. Mashinamizning kraskalari top toza. Polni Galaya Brabus 6.3 ga restyling bo'lgan. 2017-18 Galayaga. Mashinamizni haqiqiy AMG supportlarni ko'rishingiz mumkin, opornilarni. 4 ta yangi diska balon, krugovый tayyorlik ruxsatlari bor. Mashinamiz polni shumkada. Bu o'zim mashinam. Hech qayerda 1 gram ishi yo'q mashinani. Olasizlar, mazza qaydaysizlar. Men chunki bu katta motorga qiziqaman. Umuman rasxod qilmaydigan qilib, addushi o'zim hamma joylariga qarab, даже $20 switchalarni ham masli yangi qo'yib qo'yganman. Mazza qaydaysizlar. Galaya 6.3 официальный rastamojenniy 5.5 biturbo motor, 585 tot kuchi bo'ladi. Bu mashinalar hali sotuvga chiqurmaydi. 5.5 6.3 o'zim ham ancha yil qidirib zo'rg'a mana shu mashinani olganman. Bir oy mazza qaydadim. Endi haydaydigan odamga zo'r narxda berib yuboraman. O'zim olib, shu narxga ancha rasxod qilib qo'yganman bu mashinaga. Mazza qaydaysizlar, xudo xolasa. Sidenalar quchoqlaydigan, panorama 2 tali tom. Ko'pida 6.3 larda panoramasi luki bo'lmaydi. Bu polni navrochenniy chiqqan versiyasi. Remellar qizil. 6.3 Harman Kardon akustikali. O'zi AMG polni navrotda chiqaradi katta motorlarni. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 148 ming yurgan AMG 6.3 5.5 biturbo polni Galaya Brabus bodi kitda mashinamizni. Bu mashinamizni mazza qaydiyman degan bolalarga zo'r narxda $47.900 berib yuboraman. 1 gram ishi yo'q, mazza qaydaysizlar, moylargacha yaqinda alishtirib qo'yganman.